Assalomu alaykum, Beron beton quyish obunachilari. Mana bizlar yana bir yerda ishimizni bitirdik. Bu yerdagi ishimiz Ahim boboy addel bo'ldi. Sadil akamning uyi. Bu yerga steyashkamiz 350 kvadrat bo'ldi. Bordurimiz 70 metr bo'ldi. Buga ketgan narsalar 300 xalta sement, 2 chakman shibin tosh ketdi. Chaga kamazdan 5 kamaz ketdi. Tiyini taqlovga tashlatdik. Bordurimizning balandligi 90 santi bo'ldi. Steyashkamizni 10 santi quydik hamma yerga. Mana bu yer ulkan plashat 6 metr bo'ldi eni. Bordurimizga kelsak, bordurda biz 20 santi qo'yamiz. Mana ishlarimiz. Bu yerda kesib ham berdik. Aralarını. Mana bordurimizning to'g'riligi. Mana bu yoq betini lesensiyada ishlab berdik. Qo'ling. Bu yerimizning eni 2 metr bo'ldi. Bir de kaladosumuz. Steyashkani teng etib ko'tarib qapqog'ini. Mana kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Beroni beton quyish xizmatini telefonlashaverasizlar. Sadil akama steyashkalari buyursin, Xudoyim ustunda to'ylar bo'lsin. Yaxshi kunlarni buyursin, o'ynab kulib kirib chiqmoq nasib etsin.